Qo'ylovda Xonobod degan joy bor. Alloh rahmat qilsin. Bir hoji onamiz o'tdilar, 83 yoshda o'tdilar. 20 ta farzand tug'ibdilar. 15 o'g'il, 5 qiz. O'g'illar aytayapti: "Keksalar o'tirib namoz o'qisa bo'ladimi?" deb. Keksalarning kuchi yetmasa o'tirib namoz o'qiydi. Lekin shu gapni men onamga olib borsam, onamga sul qo'yib bersak ham o'tirmaydilar. Sulga tirmashib bo'lsa ham tika turib namoz o'qiydilar. Onajon, sizga ruxsat ekan, buncha o'zingizni qiynaysiz. "Yo'q bolam, ko'ksimda jonim borki, bo'g'zimga kelgancha tika turib namoz o'qiyman. Tegmalaring menga" der ekanlar. Marhum prezidentimiz shu onamizning sharaflariga mashina berganlar. 15 o'g'il, 5 qiza. Bu farzand deb o'tib ketdi-ku shular. Sarvari koinot aytadilar, jannatda o'lim yo'q. Jannat abadiy hayot. Agar jannatda o'lim bo'lganida edi, o'limga bir narsa sabab bo'lgan bo'lardi. Jannatga kirgan odam o'zi uchun beriladigan xurni ko'rib, u xurning husni jamoliga hayrati oshib, hayratlanib o'lib qolgan bo'lar ekan. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh, bo'lmasa jannatga kirgan odam jannat hurlari bilan bo'lib ketib, dunyoni ayoli bir chetda qolib ketadimi?" deganda Sarvar koinot aytdilar, "Bal nisa'ud dunya afdal bi 70 marra." Dunyoni ayoli jannatning huridan 70 karra a'lo, go'zal, malohatli bo'ladi dedilar. "Va bima zaka ya Rasululloh?" Nima sababdan ey Allohning rasuli dedilar onamiz. Sarvar koinot aytdilar, "Bi salatihinna va bi siyamihinna va bi ibadatihinna Alloh azza va jall." Agar dunyoning ayolining qalbida iymon bo'lsa, eriga Xudoga itoati bo'lsa, savmu saloti bo'lsa, dini diyonati bo'lsa, jannatning huridan 70 karra a'lo. Bugun onamizning oldida emasmiz. Ko'zingizni bir lahza yuming, onangizni bir ko'z oldingizga keltiring. O'tgan buvilarimizni biz ko'z oldimizga bir keltiraylik. Joy namozni ustida o'tirgan hollari, oq ro'molga burkangan, kaftlarida duo to'lgan, duo qilsa bolasini qayta so'ragan, yodiga kelsa keyin qo'shib o'zini duo qilgan bizni o'sha onalarimiz, biz mana shu yerda o'tirgan hammamiz bitta narsani men bildirib qo'yishni men bugun shu narsani o'zimga faxr deb tuyaman. Mana shu yerda o'tirgan hammamiz ham